Amerika va Isroil Eronga hujum qildi. Bunga javoban Eron Amerikaning O'rta Sharqdagi harbiy bazalariga bomba tashladi. Oqibatda Eronning 37 yillik rahbari va bosh qo'mondoni o'ldirildi. 240 dan ortiq odam halok bo'ldi. Eronni harbiylar qo'lga oldi va Hormuz bo'g'ozini yopib qo'yishdi. Buning natijasi dunyodagi benzin narxlari ko'tarilib, boshqa mahsulotlar ham qimmatlashadi. Lekin nega o'zi urush boshlandi? 1951-yilda Eronning yangi tayinlangan demokratik rahbari neftni mahalliylashtirish uchun britaniyalik kompaniyalarni chiqarib yuboradi. Albatta bu Britaniyaga yoqmaydi va Amerikaning yordami bilan Eronda davlat to'ntarishini o'tkazadi. Uni o'rniga diktator shohni qo'g'irchoq rahbar etib tayinlashadi. 26 yil davomida shoh Isroil bilan yaqinlashib, davlat byudjetini o'z pulidek ishlatadi va odamlarga zulm qiladi. Lekin bundan to'ygan xalq 1979-yilda qo'zg'olon qilib Eronni islomiy davlatga aylantiradi. O'sha paytdagi davlat rahbari Imom Xumayniy Amerikani katta shayton, Isroilni esa kichkina shayton deb ataydi va hamma narsaga ularni sabab chiqib ko'rsatadi. Keyingi yillar davomida Eron Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri urushmasdan Isroil yonida terroristik guruhlarni ta'minlab, o'zi esa yadro bombalarini ishlab chiqarishni boshlagan. Buni ko'rgan Isroil qolgan BMT davlatlarining yordami bilan Eronga yadro bombasini ishlab chiqarishni to'xtatish uchun bosim qiladi. Lekin eng qizig'i shundaki, Isroilning o'zi shu paytgacha yashirincha 90 tacha yadro bombalarini ishlab chiqargan. Oxirgi xabarlarga ko'ra, dekabrda boshlangan Erondagi ichki nizolar va yadro bombasining yaratilishiga yaqin qolganini ko'rgan